3 marta VPChga vaksina olganman, lekin menda yana shu holat qaytalandi. VPC bu davolamaydi, u profilaktika hisoblanadi. Bu maqsad vaksinadan organizmni shu virusga tanitish. Bizning limfositlarimizni o'sha tushgan virusni tanigandan keyin uni fagosit qiladi, ya'ni o'ldiradi. O'ldiradi, ana o'shani tanishtirish maqsadida kirg'izyapti. Asan o'sha buni kasallik sifatida yuqtirib bo'lding va san vaksina meni davolamayapti deyapsan. Vaksina davolamaydi. Vaksina o'shani yuqtirmagan, bir marta ham jinsiy hayotda yashamagan odamda o'tkaziladi, ya'ni keyinchalik shu virus shu patsientga yuqib qolsa, organizmda xabari bor. Shu virus tushishi bilan unga qarshi kurashish ishlaydi. Asanda bu o'zi bor edi, yana sen u narsani tushirding. Ana endi hozir to'liq davolanding, qondan titrini tushirdik, mana endi vaksina olsang bo'ladi. Tushunsan? Sen davolanmasdan turib kasal holingda borib profilaktika qilyapsan. Ya'ni kasallikni oldini olmoqchi bo'lyapsan. Lekin uni yuqtirib bo'lgansan sen. Shuning uchun vaksina yordam bermaydi. Endi to'liq davolandik. Mana endi даже bilasanmi, VPC положительный chiqqanda hamma xayoli vrachni bachadon bo'ynida bo'ladi. Chunki uni rak shiyki matkiga olib keladi. Yo'q, devorida ham xuddi shunaqa rak bo'lishi uchun bachadon bo'ynida displaziyani bosqichlarini bosib o'tish kerak. Qin devorida ham bo'ladi shu displaziya. O'shaning uchun qin devori qolib ketadi, shaykani o'zini qilib qo'yadi deb bo'ldi, davolanding deydi. Lekin ma'lum vaqt o'tgandan keyin bachadon bo'ynidan ham qaytalanadi, qin devoridagilarning hisobiga